Hurmatli haydovchilar, hozirgi xabarimiz siz uchun juda muhim. Hukumat qarori bilan mashinalarga 3 xil toifada yashil, sariq va qizil ekologik stikerlar berish to'g'risidagi nizom tasdiqlandi. Biz bu haqda batafsilroq ma'lumotga ega bo'lish uchun Davlat ekologik ekspertiza markaziga keldik. Joriy yilda Vazirlar Mahkamasining 752-sonli qarori qabul qilindi. Bu qarorda asosan avtotransport vositalariga ekologik stikerlar berish tartibi tasdiqlandi. Bundan maqsad nima? Ya'ni O'zbekiston Respublikasida atmosfera havosini sifatini yaxshilash, insonlarga qulay sharoit yaratish maqsadida bu tizim joriy qilinmoqda. Ya'ni birinchi navbatda Toshkent shahrida 2026-1-yanvardan boshlab joriy qilinadi. Benzin bilan dizelda farq juda katta. Benzinda atmosferaga kamroq tashlama chiqadi, dizelda juda yuqori chiqadi. Bu barcha avtomobilga tegishli chiqim norma belgilangan, ya'ni yashil, o'rta, ya'ni sariq rang va qizil zararli belgilangan. Euro 2 va undan yuqori benzinlik bo'lsa, ular avtomobilga yashil beriladi. Jarayonda sizning avtomobillingizdan chiqayotgan o'sha tutun normadan oshiq bo'lsa, o'rta bo'lsa, demak sizga sariq stiker beriladi. Agar juda ham sifati yomon bo'lsa, ko'p tutun chiqib, atrof muhitni zararlaydigan bo'lsa, demak qizil stiker beriladi. Ko'pchilikni o'ylantirayotgan savol: stiker olish majburiymi yoki ixtiyoriy? Bu stiker olish ixtiyoriy. Lekin bu qaror bilan yana bir narsa nizom tasdiqlanganki, ekologik zonalarni yashil hududlar belgilanadi. Deputatlar tomonidan ko'rib chiqiladi va tasdiqlanadi. Agar yashil hudud belgilanadigan bo'lsa, bu hududda faqat yashil stikeri bor avtomobillar yurishiga ruxsat beriladi. Faqat elektromobillar emas, barcha avtomobil bo'lishi mumkin, faqat ekologik talabga javob bersa bu. Talab shuki, haydovchilarimiz avtomobil o'z vaqtida sifatli qarashlari kerak. Ya'ni o'z vaqtida moyni almashtirish, sifatli benzin quyish, hamma ko'riklarni qilib borilsa, hech qanaqa masala muammo yo'q. Test jarayoniga ishtirok etdik. Malibu yangi avtomobil keldi, unda qizil chiqdi. O'zimiz hayron qoldik. Keyin bir Matiz avtomobili keldi, juda egasi yaxshi qarar ekan, u yashil chiqdi. Faqat elektromobillar yurishi mumkin degan hech qanaqa bunaqa qarorda belgilanmagan. Mashina avtomobilni sifatli qarab yurish kerak. Bo'ldi, hech qanaqa muammo yo'q. Qancha havomiz, shahrimiz toza bo'lsa, shuncha o'zimizga yaxshi. Hurmatli haydovchilar, lavha so'ngida aytar gapimiz: mashinangizni har doim o'z vaqtida texnik ko'rikdan o'tkazib boring.